Assalomu alaykum Arashan Vodiy kanalining ashaddiy obunachilari, hurmatli akalar, ukalar. Xudo xolasa, Alloh nasib qilsa, mana 4-noyabr kunida video obzor syomkamizni xudo xolasa qo'ylarimizni pragulkaga olib chiqib, hammaga ko'rsatib bir taqdim etamiz akalar. Bu yerda hozir Bellator qo'chqarimiz ham shu yerda. Mana qo'ylarimizni bir yaxshilab ko'rib borasizlar akalar. 5-5 ham qo'ying Avazxon. Mana 5-5 ancha jonivor xutumligi bor baribir. Qo'ying Avazbek. Akalar, ismim Azamat. Shu kanalni xudo xolasa egasiman. Qo'ylarimizni pragulkaga olib chiqqanmiz bugun. Qo'limizdan kelganicha videoni yoritib berishga harakat qilamiz. Akalar, xudo xolasa tomoshaga qiziqqan aka-ukalarimizga sotiladi, so'raganlarga. Mana aka qo'ylarimiz, xudo xolasa bu yerda 3 ta qo'chqarimiz bor. O'sha Tundra mana ekan Bellator ham shu yerda, xudo xolasa 1 yoshga to'ldi. Keyin 5-5 qo'chqarimiz ham shu yerda. Mana ekan. Qo'ylarimizni bir qur hammasini bir boshdan ko'rib qo'yasizlar akalar. Xudo xolasa bu yerda yangi mehmonlar juda ko'p. Uch sog'lig'imiz ham bo'g'oz, yaqinlab qo'ygan. Bularning yurgani, oyoq qo'li yaxshi foyda. Yurgani foydaligi uchun o'shanga bir pragulkaga olib chiqdik qo'ylarni. Akalar, mana sog'liqlarni kallalariga, mana yuz qismlariga yaxshilab ahamiyat berib qo'yasizlar. O'sha toza liniyasi bor sog'liqlar. Qiziqqan aka-ukalarimizga hammasini bir boshdan ko'rsatib o'tamiz akalar. Xudo xolasa bugun pragulkadamiz. Qolgan video obzor syomkasini uyda xudo xolasa davom ettiramiz akalar. Uyda yana yarichkalari qolgan. Xudo xolasa ularni ham bir boshdan sog'liqlarimizni yarichkalarigacha ko'rsatib o'tamiz akalar. Mana qo'ylarimiz. Hammasini bir boshdan ko'rib boraverasizlar. Hammasini xudo xolasa uyda, endi bu yerda ushlash iloji yo'q. Agar imkoniyati bo'lsa Avazxon, ash Tundra bilan 5-5 shunda ushlasani bo'lar ekan jonivorlar. Mana ekan Tundra. Jonivor. Hammasini razrezlari kelishgan, orqalari ham go'zal. Akalar, xudo xolasa mana 5-5 qo'chqarimiz biz qo'limizdan kelgancha sog'liqlarimizni chiqazib shu qo'chqarimizni ishlatamiz anchadan beri bilgan aka-ukalarimizga. Keyin mana bu qo'chqarimiz Bellator. Mana qo'ylarimizni yaxshilab ko'rib qo'yasizlar akalar. Xudo xolasa hammasini o'sha liniyasi bor. Qiziqqan aka-ukalarimiz xudo xolasa bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Agar kimga yaxshi sog'liq, xudo xolasa zot yo'nalishga yaxshi qo'chqor kerak bo'lsa, bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Videoning davomini xudo xolasa qo'ldan kelgancha xonadonimiz jonivorlar. Mashalloh. Jonivorlar. Qo'rasga olib kiramiz. Xo'sh, akalar, beayb parvardigor, videoni boshida 4-yanvarni men 4-noyabr deb o'tdim akalar, omilar uzr oldinda. Endi sog'liqlarimizni juda ko'p soni, xudo xolasa hammasi omilar toza narsalar. O'sha urug'liqqa liniyasi bor, toza narsalar akalar. Qo'ylarimiz naqd bo'g'oz akalar. Bo'g'oz sog'lig'imiz, xudo xolasa buni ham Tundradan chiqazib qo'ydik, Alloh nasib qilsa. Endi mana sog'liqlarni hammasini kallalariga yaxshilab e'tibor berib qo'yasizlar. Hammasi yosh sog'liqlar, xudo xolasa. Mana kallalari, quloqlari. Avazbek mana shularning qulog'ini, tishlarini, mana oldi tushlari, mana pochalar, mana oldi stokalari, mana ekan. Hammasi muhimi yosh sog'liqlar. Garbonozlar nihoyatda kelishgan jonivor. Hammasi o'sha yaxshi sog'liqlar. Mana 1 yosh akalar. Bulusini ko'rsatamiz. Mana akalar, 1 yoshdan endi mana yangi buzibdi akalar. Endi bunisini ko'rsating Avazbek.
Xudo xolasa, yosh sog'liqlarda muhimi yosh. Uzoq vaqt qo'y qilib olaman deganlar. 1 yoshga chiqibdi. Endi bu sog'lig'imizni ham ko'rsatingchi. Quloqlar juda kelishgan ekan shu sog'lig'i. 1 yosh akalar, chishak. Xudo xolasa, endi bularni bo'ylarga yengil metr tashab chiqsa bo'ladimi, Avazxon? Metr tashali sog'liqlarimizni. Muhimi orqalariga yaxshilab e'tibor berasizlar akalar. Nihoyat toza narsalarni qo'limdan kelgancha chiqarishga harakat qilaman. Metr akalar, buyiga o'zingizlar baho berib olaverasizlar. Mana chiqqan metriga. Endi keyingisini olib o'ting. Qani? Mash tomondan shuni ko'rsatib qo'ysak ham bo'laveradi. Qo'yingchi. Akalar, chiqqaniga pul sanab berib olib qolaveradi. Mana tagidan qo'yganda. Mana metr. Endi mana keyingisini ko'rsating. Bu 3-sog'lig'imiz. Jonivar qilib turing. Mana akalar, buni bo'ylari. Mana. Hammasi o'sha 85-86 lik sog'liqlar. Xudo xolasa bo'ylari. Chiqqan metriga. Mana akalar. Metrni shuna qo'yganda chiqqaniga pul sanab berib olib qolaveradi. Sog'liqlarni. Endi hammasini qulog'iga bir metr tashali 3 sog'liqlarga. Nihoyatda kelishgan narsalar. Endi qo'y qilib olaman deganlarga xudo xolasa. Hop. Kalsoga qo'yganda 20 ga kelyapti, 19 plus 20 ga kelyapti. Lekin haqiqatda quloqli sog'liqlar. Yuzlari brend svetda. Xudo xolasa. Quloq joylashuvlari o'zi ko'zdan pastda. Buniki 18 plus ekan akalar. 18 plus 19 ga. Endi mana keyingisini. Hop. 19. Yaxshi. Mana bo'lsa. Ashi ariqchasiga qo'yib, bemalol o'lchaysiz. Hop. Kalso qo'yganda 19. Yaxshi natija akalar. Birinchi qoringa Alloh nasib qilsa, sog'liqlarimiz mana ideal holati. Ko'rib qo'yaverasizlar. Endi bularni akalar videoni ortiqcha so'zib o'tirmaymiz. Bularni narxiga keladigan bo'lsak, bularni bir joyga o'sha $800 birinchi qoringa xudo xolasa sog'liqlarimiz Alloh nasib qilsa, lekin bularni qo'chqari zo'r akalar, bilasizlar, ishlaydigan qo'chqarimni, ishlatadigan qo'chqarimni hammasini chiqazib qo'yganman Alloh nasib qilsa. Behijolat telefon qilaverasizlar. Bular birinchi 4 talik, hozir bularni oyoq qo'llarini ham bir Avazbek yechib ko'rsatib beramiz, qo'lini. Mana akalar, to'rov ham bo'g'oz sog'liqlarimiz Alloh nasib qilsa birinchi qoringa xudo xolasa sog'liqlarimiz, quloqlari, kallalari nihoyatda kelishgan. Oldi tishiga xudo xolasa akalar birinchi qoringa Alloh nasib qilsa mana to'rov sog'lig'imizni yaqqol ko'rsatib o'tyapman. Orqalari juda kelishgan. Quloqlarda kesig'i, kentigi yo'q, xudo xolasa behijolat to'rovini bir joyga maza qilib boqaman degan aka-ukalarimizga qo'y qilib olishga xudo xolasa. Qo'chqari zo'r akalar, bilasizlar. Menda yomon narsa bo'lmadi Alloh nasib qilsa. Hozir bundan keyingi qo'ylarimizni ham ko'rsatamiz. Keyin qo'ramizda juda katta yangiliklar bor, xudo xolasa ularni ham ko'rsatib sizlar bilan bo'lishaman akalar. Bular narxiga keladigan bo'lsa, akalar, to'rovini o'sha $800 dan xudo xolasa dastavka xizmati mutlaqo bepul yetkazib beriladi. Qo'y qilib olaman degan aka-ukalarimizga Alloh nasib qilsa, telefon qilaverasizlar, kelishilamiz. Xudo xolasa kelishiladi. Xudo xolasa vaqtdan unumli foydalangan holatda ikkita bo'g'azimiz Alloh nasib qilsa, mana ikkita qo'z sog'liqlarimizni yaqinroqdan tanishtirib o'tamiz. Kallalari, quloqlari, svetlari juda kelishgan. Mana ikkalasi bo'g'oz sog'liqlarimiz. Hozir Avazbek bularning quloqlarini bir o'lchab, bo'ylarini o'lchab tanishtirib o'tamiz qo'ylarimizni. Avazbek, metr tashangchi buni qulog'iga. Mana quloqlari kalsoga qo'yib turib, qulog'i 20. Endi mana keyingi sog'lig'imizni qulog'ini o'lchamiz. Hop.
Qulog'i 21 buni akalar. Bo'ylarga metr tashanchi Avazbek, ana metrimizni olib. Mana ekan sog'liqlarimiz. Real holati. Orqalari ham nihoyatda kelishgan. Mana metr akalar, o'zingizlar bilib bahosini berib olaverasizlar. Endi bulusiga qo'ying. Mana akalar. Bulusini ham buyiga o'zingizlar bilib bahosini berib olaverasizlar. Bu sog'lig'imiz hali chiqarmagan. Mana keyingisi 4chi sog'lig'imiz. Endi mana ikkita qo'z sog'liqlarimizni ko'rib qo'yasizlar akalar. Bu sog'lig'imiz xudo xolisa tundradan chiqazib qo'yganmiz. Qo'z sog'liq. Qo'zi. Mana bu sog'lig'imiz xudo xolisa to'g'risini aytish kerak, bo'g'oz. Mana ko'rib qo'yasizlar akalar. Toza tundradan chiqqan, mana ishlagan, chunki hozir bularni ham yechib ko'rsatib o'tiladi. Undan oldin bir quloqlarini o'lchab yaxshi qo'y qilaman degan kishilarimizga tavsiya qilaman. 20 qulog'i. Metr tiks qo'ying, ha. Mana akalar, tiks qo'yganlar. Mana 20. Bu qo'z sog'lig'imizni quloqlari kalsoy qo'yamiz. Mana akalar 19. 19 kelyapti. Quloq razmerlari. Hozir bularni ham astodil quvvarib bir ko'rsatib o'tiladi. Bu ikkala sog'lig'imizni kelsa akalar, bularning narxi $650 dan. Qo'z sog'liqlar nihoyatda zo'r narsalar. Bu omalat tundradan chiqqan. Hozir xudo xolisa tug'adi bu sog'lig'imiz. Qo'z sog'liq birinchi qoringa. Bular bo'g'oz 5 bilan yurgan bular. Ikkalasi ham qochgan. Bular narxi akalar $800 dan. Hozir bundan oldingi 4talikdan qolib ketgani sabab shoshilganimizdan to'g'ri tushunasizlar, $800dan bularning ham narxi. Shu 4talikka qo'shib olsani ham bo'laveradi ikkalasini. Quloqlari 20-21 dan kelyapti. Bular narxi $650dan. Hozir bularni yechib ko'rsatib o'tamiz sog'liqlarimizni. Mashinani ham buyiga metr tashlamading Avazbek. Bu qo'yimiz tug'adi. Xudo xolisa Bellator qo'chqarimizdan tushiradi, Alloh nasib qilsa. Yaxshi natijali sog'liq tushirib beradi degan gumondamiz. 82-81. Mana keyingisi. Akalar, buyuk yuzingni baho berib olaverasizlar. 80+ da ekan. Endi bularni bir yechib ko'rsatsa-chi Avazbek, to'ravini bir joyiga. Mana ikkitasi omalan narigi 4talikdan. Bular $800dan. Xudo xolisa qiziqqan aka-ukalarimizga. Bular 5 dan chiqqan. Mana to'ravi ikkitasi 5 dan chiqqan. Xudo xolisa bitta qo'z sog'lig'imiz tundradan chiqqan. Alloh nasib qilsa, ikkita qo'z sog'liq, bitta 4chilik sog'lig'imiz. Mana chekkada ikkalasi $800dan akalar. Bu ikkalovi $650dan. Xudo xolisa dastavkasi mutlaqo bepul narxda yetkazib beriladi akalar. Qo'lini yaxshilab ko'rib olinglar, tanib olinglar. Mana ekan. Quloqoshlari, kallalari, hamma yeri kelishgan. Xudo xolisa sog'liqlar. Agar go'zal qo'y qilaman degan aka-ukalarimizga mana tavsiya qilaman. Lekin to'g'risini aytish kerak, Qirg'izistondan ehdan-behdan hozir kelgan sog'liqlar emas. Bular akalar haqiqiy o'sha seleksiya yo'nalishda boqaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilaman bu qo'ylarimni. Hozir bundan keyingi yarichkalarim bor, keyin ichkarida yangiliklarni ham bir ko'rsatib o'taman hammaniga. Videoga imkon darajasida akalar obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlardan hech narsa ketmadi. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolisa men qo'limdan kelganicha harakatdaman akalar. Alloh nasib qilsa videoni kuzatishda davom etib turamiz akalar. Bundan keyingi yarichkalarimizni ko'rsatib o'taman hammaniga. Mana to'qliq qo'z sog'lig'imiz nihoyatda go'zal. Buni yaxshi ko'ra olmadinglar, mana ekan. Mana jonivar. Quloqlari ham shalpan quloq, svetlari ham yomon emas, yaxshi. Oyoq qo'llari ham juda joyida kelishgan. Mana hajji jonivar. Mashalloh, qiziqqan aka-ukalarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Tayyor seleksiya qilgani 3 ta qo'zi yarichka sog'lig'imiz, bitta qo'zi qo'chqarimiz. Bularning quloqlari ham hammasini kelishgan, svetlik, orqa razrezlari bor akalar.
Hozir Avazbekka aytamiz, shu qo'chqarni ham quloqlarini bir o'lchab beradi. Mana qo'chqari, akalar. O'ta svetlik, razrezi dakansi. Mana qo'z sog'liqlari, xudo xolasa. Azizbek ozgina yurib qo'ying-chi ukam. Mana shu tomonga xiyol yuringchi, oyoq qo'llarni ko'rsatib olaylik-chi. Mana ekan akalar, 3 ta qo'zi yarchga sog'lig'i, bitta qo'chqari. Hozir Avazbek bilan bir qulog'ini o'lchab ko'ramiz. Qo'chqarni astodil 3 ta sog'liq bitta qo'chqariga. Ko'raylik bularni bir. Mana qora qo'z sog'lig'i o'zi chiqib ketib qoldi. Mana uni 4-chisiga qo'shib qo'yasizlar. Buni ham quloqlari shalpan quloq, o'ta kelishgan sog'liq. Xudo xolasa mana qo'chqarni endi quloqlarini bir tayyor seleksiya qilib olgani arziydi jonivar. Ha, qo'yingchi. Mana akalar. Akalar, qulog'iga o'zingizga baho bera olaverasizlar. Qulog'i 21 plus 22 akalar. 22 ga bexijolat qulog'ini olaverasizlar. O'zim o'lchab ko'rdim. Mana qo'zini. Mana yoni bilan ham bir ko'rsating-da. Ha, jonivar. Akalar, qo'z qo'chqori yuzlariga, kallalariga yaxshilab razm solib e'tibor bilan ko'rib qo'yasizlar. Mana qo'z sog'lig'i akalar. Uni ham quloqlari juda kelishgan, orqalari ochiq. Bu chiqib ketib qoldi. Mana akalar, shiriylari. Xudo xolasa, tayyor seleksiya akalar. Bitta qo'zi qo'chqari 4 ta yarchga sog'lig'i akalar. Qiziqqan aka-ukalarimiz, xudo xolasa shoshilamiz, aloqaga chiqamiz. Chunki bizda xudo xolasa yomon narsa bo'lmadi ham akalar, tavsiya qilmayman. Mana tayyor seleksiya qilib olaman degan aka-ukalarimizga bularni bir joyga olaman deganga oxirgi summasi $500 akalar. Dastavka xizmati mutlaqo bepul. Bitta qora shalpan quloq qo'z sog'lig'i, qo'chqorchasi ham ichida, mana yarchkalari. Lekin qo'z qo'chqori olaman degan aka-ukalarimiz plyusi bor, lekin qo'shamiz. Chunki qo'chqorni sog'liqlarni ichida olaman deganga $500 dan xudo xolasa bir joyi bo'lsa yetkazib beriladi. 5ovini akalar. Shoshilamiz, aloqaga chiqamiz akalar. Mana tayyor seleksiya. Xudo xolasa qo'y qilib olaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilaman. Endi hozir bundan keyingi videoda kuzatib turasizlar akalar. Xudo xolasa bundan buyog'iga xudo xolasa keyingi qo'ramizga yuzlanamiz. Alloh nasib qilsa, mana 5-5imiz ham sheydi, chunki ishlaydigan sog'liqlar bor edi. Xudo xolasa Osmon bir boshdan qo'ylarni bundoq olib kelib ko'rsataylik. Ash sog'lig'i ham bir olib kelingchi, ash limuzinni. Jonivar. Ash sog'lig'imiz ham o'ta zo'r narsa. Tundiradan chiqdi xudo xolasa. Kalla o'ta noyob. Tishini ko'rsating-da, Ozbek ash sog'lig'i. Tishini ko'rsating-da. Qo'zi, guruch hali. Kalla vobshe zo'r. Xudo xolasa yaxshi sog'liq bu ham. Orqasini ham bir ko'rsatib o'tingchi. Mana ekan jonivorlar. Keyingi mana sog'lig'imizni ham qarang akalar. Ash sog'lig'i ham ushlab ko'rsating-da. Mana ash sog'lig'i ham zo'r narsa, xudo xolasa. Razrezi, dakansi, quloq, kalla, svet o'ta gap bo'lishi mumkin emas. Mana qo'ylarimiz, xudo xolasa. Pragulkadan keldi bularimiz, xudo xolasa. Qani, tundirani ham jonivor. Tundira ham vobshe zo'r narsa-da. Mana ash sog'lig'i ichini oching-da, Avazbek. Xudo xolasa buni oshig'i tundira bilan 5-5. Ichini ko'rsat, qizg'anyapti jonivar. Qo'y qochib bo'lgan. Qo'y qochirib bo'lganmiz. Akalar, tishak. Tishak sog'liq. Mana shu sog'lig'i ham tishlarni bir ko'rsatingchi. Mana shu qo'y ham juda menga yoqdi-da jonivar. Mana shu qo'y ham bir orqalari bilan ko'rsating-da. Tishini oching birinchi. Mana akalar, tishak. Janob, orqasini. Bu qo'yimiz yaqin. Xudo xolasa tug'ish yaqin. Neriroq topdingchi? Mana. Metrga endi neodopman nima? Katta narsa, xudo xolasa. Akalar, xudo xolasa bexijolat kelaverasizlar. Yaxshi qo'ylar ko'p nihoyatda qo'ramizda. Mana ekan akalar, qo'chqari. Xudo xolasa maza qilib boqaman degan aka-ukalarimizga o'z sog'lig'imizni ham olib keling-da. Sog'lig'imiz. Bu ikkinchi qoringa xudo xolasa qo'y yaxshilab ahamiyat berib ko'rib turaylik akalar. Xiyol, surinchi Avazbek.
Mana orqa razrez akalar. Chotkinlik, orqa razrez, xudo xolisa juda jaydi. Qo'yi. Nihoyatda zo'r narsa. Qiziqqan aka-ukalarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolisa yaxshi qo'lashadi. Endi bular narxiga keladigan bo'lsa, akalar, qo'ramizni ichida, chunki hammasi mana deyolmaymiz-ku. Qo'ramizni ichida xudo xolisa o'sha $1000 dan tortib, akalar, bu yerda ish bitadiyani sog'liqlarimiz 1,5 gacha akalar bor qo'ylarimiz. O'tkazib ham narxini aytmabsiz, indamabsiz deyishganiga aytib o'tay. 1,5 gacha akalar sog'lig'imiz bor. Mana. Ashini tishini ochingda. Birinchi qoringa tagini ko'rsatingda. Xiyolli talanchi. Xudo xolisa bu sog'lig'imizni akalar 10 minglik qo'chqordan chiqazildi. Anchadan beri endi keldi qo'ramga. Qo'limga yetib keldi bu sog'liq. Xudo xolisa endi tushiradigan bolasini yana abzarini ko'rsataman. Agar bir kishiga nasib qilsa, uni ham syomkasini so'rab olamiz. Akalar. Mana qo'ylarimiz. Mana mashhur sog'lig'im ham o'ta zo'r narsa. Ishqivoz juda ko'p, 80 liniyadan. Sog'liq razrezlari ham o'ta dakansa. Bu yerda qo'ylar ko'p akalar. Shoshilib kelaverasizlar, keladigan aka-ukalarimiz. Mana shu sog'lig'imni ham quloqlari 22 akalar. Hali tish buzmagan bu sog'liq. Tishini ko'rsatingda Avazbek. Marjon jonivar. U sog'liq ham zo'r narsa. Mana shu sog'lig'imiz ham zo'r qo'y bo'ladi, xudo xolasa. Birinchi qoringa tushiradi, xudo xolasa. Qo'chqorda razrez ham zo'rda, ish-bishdi. Mana akalar. TVSga kelib ko'rib olaverasizlar akalar. Yaxshi qo'ylar ko'p deydi, xudo xolasa. Qo'chqarimiz ham ancha ishlash kirib qatdi, 7 oylik bo'lib jonivar. Mana shu qo'y sog'liq ham zo'r narsa. Mana. Akalar, kelaverasizlar, xudo xolasa. Qo'rada qo'ylarimiz, viberlarimiz juda ko'p. Bu qo'ramizga yuzlansa akalar, o'sha 1000 so'mdan tortib 1,5 minggacha sog'lig'im bor akalar. Bexijolat kelaverasizlar. O'shanga videoda aytib o'tganman narxlarni. U chekkadagi qora sog'lig'im ham o'ta dahshat narsa. Naqd bog'oz, xudo xolasa. Mana sog'lig'larga qarang, quloqlarini. Hammasi quloqlik, kallalik. Bu yerda oldi tish katta qo'yimiz 4 tish. Qolgani hammasi qo'zi, shishak, ashunaqa 4 tish oldi kattasi. Uch turgan sog'lig'imni ham tundiradan chiqazib qo'yganman akalar. 4 tishligi biti. Lekin ikkita qo'chqarimiz ishlayapti. Mana akalar zot. Qani ekan, mana ekan bir suzishish, urushish, unaqa narsa yo'q. Hozir bu yerda 3 ta qo'chqarimiz bor. Bitta qora qo'zimiz to'xtatib beradi. Tundira bilan 5-5 ish bajaradi. Xudo xolisa bu yerda qochiradigan qo'ylarimizdan hozir 2 ta bor. O'sha sababli qo'shib qo'yamiz akalar. Bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Telefonimiz xudo xolisa kurugli sudga to'xtamadi. Mana akalar. Orqasini bir ko'rsating qo'chqorni. Ishlataman degan insonga lekin narxini kelishib qolsa sotiladi. Ajjano. İngilizce bo'lsa mana shu metrni olaman. Ol. Qo'y metrni. Mana akalar. Yerdan metrni qo'ydi Avazbek, qo'lda kelgancha mana ekan akalar. Qo'chqor qiziqqa aka-ukalarimiz ko'p-da. To'ndira ishlayapti. Tinmadi janovar. Qo'chqor mana ishlab tursa, mana ekan akalar. Mana metri. Haj janovar. Metr yetmay qolar ekan. Bo'ldi, qo'yarayani. Pragulkaga chiqib kelishdi janovarlar. Haj. Bo'ldi, qo'yarayani. Akalar, videoda xato kamchiliklar uchun uzr. Imkon darajasida qo'ldan kelgancha obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Like bosib qo'yishni unutmasizlar akalar. Mana janovar ishlashlari. Hammasiga gap bo'lishi mumkin emas qo'liga. Akalar, o'tkazgan vaqtingizni rozi bo'lib qo'yasizlar, xudo xolasa. Hammaniga mana yakshanba kuni maroqli dam. Xudo xolasa hammaniga
Tan janingiz sog' bo'lsin. Kattakon rahmat. O'tkazgan vaqtingizga hammani rozi qilib qo'yasizlar akalar. Agar yaxshi qo'y boqaman degan akalarimiz, xudo xolisa bexijolat yuzlanaverasizlar. Qo'ramda xudo xolisa qo'limdan kelgancha yaxshi qo'ylarni qilib berishga harakat qilaman. Chunki ko'p seleksiyani yangi boshlagan aka-ukalarimiz bilan ham ishlayotganmiz. Bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Viber juda ko'p qo'rada.